Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana ishlarimiz ustida turibmiz, xudo xolasa. Ishlarimizni ko'rib turganlaringdek ranglari atlasni holatda, razmerlari standart holatda 612 25. Ko'rib turganlaringdek taklanishi sanoqlariga bekarga garantiya deyilmaydi. Xudo xolasa g'ishti umuman uchib ham qo'ygani yo'q, xudo xolasa. Sanoqlarga bekorga garantiya deyilmaydi. Mana ko'rib turganlaringdek o'ta jips holatda taklanyapti. Mana taklanish jarayonlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Bugungi sanamiz 2026-yil 13-yanvar. 13-yanvar xudo xolasa. Manzilamiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Navbahor qishlog'ida. Xudo xolasa mana ko'rib turganlaringdek ko'p 10 mingtalik mashina Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlari bo'ylab eng arzon narxlarda yetkazib beryapmiz. Xudo xolasa bizda g'ishtni sho'rlamaslik darajasi o'ta yuqori bo'lgan pishgan g'ishtlar. Sababi bizda adir yo'q, mana bunday toza turpoqlarda pishirilyapti g'ishtlarimiz. Narxlariga keladigan bo'lsak, g'ishtlarimizning narxlarini 740 so'mdan qilib qo'yganmiz. Juma kunlari 730 so'mdan qilib qo'yganmiz. Endi xudo xolasa g'ishti narxi ko'pchilikda ko'tarildi. Endi ko'tarilishi mumkin. Keyingi videomizda xudo xolasa narxi ko'tarilgan holatda chiqadi. Sababi hamma zavodlar g'ishtlar narxini oshirishni boshladi. Ko'rib turganlaringdek hozir bu zavodimizda ikkita zavodimiz bor. Bu zavodimizda hozir 30 ming g'isht chiqadi bir kuniga. Birinchi 10 mingtalik mashinamiz bu Farg'ona viloyati Rishton tumaniga ketyapti. Mana bunisi Andijonga ketadi, narigisi Namanganga ketadi. Yaqin uzoqligiga qarab narxlar o'zgaraveradi. Yetib borish narxlari 5 mingtalik ham bor, 5 mingtalik, 10 mingtalikka nisbatan qimmatroq yuradi. Ishlarimizda aytib o'tgandek, qiziliga garantiyasi bor. Qiziliga xudo xolasa qiziliga garantiyalari bor. Ishlar xudo xolasa bexijolat, ishonarli, birinchi qo'l. Eslatib o'tamiz, biz bloger emasmiz, zavod egalaridanmiz. Videolarimizda xato va kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Mana qaynoq joyidan, xudo xolasa xumdonni ichidan chiqib turganday holati. Musofirda yurgan aka-ukalarimizga aloqaga chiqsa WhatsApp, Telegram bor. Aloqaga chiqsa uylariga yetkazib olib boramiz. Olib borilgandan keyin puli berilaveradi, yo bo'lmasa pulini o'tkazib ham berilaveradi. Kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'lasizlar.